Salom do'stlar. 2025-yil barcha sohalar qatori mamlakatimizning kosmik tadqiqotlar yo'nalishida ham samarali va muvaffaqiyatli o'tdi. Kuni kecha Prezidentimizning Oliy Majlisga yo'llagan murojaatnomasida kosmik tadqiqotlar sohasiga doir ustuvor vazifalar ham belgilab berildi. Davlatimiz rahbari ma'ruzalarida mustaqil O'zbekiston tarixida ilk bor mamlakatimiz fuqarosi bo'lgan o'zbek kosmonavtini fazoga yuborishi va birinchi sun'iy yo'ldoshini uchirishga tayyorgarlik ko'rayotganligiga alohida to'xtalib o'tdilar. Bugun sizlar bilan yana bir muhim yangilikni aytmoqchiman. Mustaqil O'zbekiston tarixida ilk bor kosmik sohada sun'iy yo'ldosh va mamlakatimiz fuqarosi bo'lgan birinchi o'zbek kosmonavtini fazoga uchirish bo'yicha ishlarni boshladik. Yana bir eng muhim o'zgarishlardan biri bu sohani huquqiy jihatdan yanada mustahkamlash maqsadida Prezident tomonidan qabul qilingan kosmik faoliyat to'g'risidagi O'zbekiston Respublikasi qonuni bo'ldi. Mazkur hujjat orqali kosmik faoliyat sohasidagi vakolatlar to'liq belgilandi va iqtisodiyot tarmoqlaridagi qonunchilik buzilishi holatlarini kosmik suratlarga ishlov berish orqali aniqlashga ko'maklashish davlat siyosatining asosiy yo'nalishlaridan biriga aylandi. Ahamiyatli jihati shundaki, 2025-yil davomida kosmik soha shaxsan davlatimiz rahbarining e'tiborida bo'lib, ijtimoiy-iqtisodiy yo'nalishlarni yanada rivojlantirishda kosmik texnologiyalardan foydalanish bo'yicha bevosita Prezidentga maxsus taqdimotlar o'tkazildi. Buning natijasida esa yana bir muhim hujjat iqtisodiyot tarmoqlarida aerokosmik ma'lumotlardan foydalanishni kengaytirish va qishloq xo'jaligi quyi bo'g'inida boshqaruv tizimini takomillashtirishga doir qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi farmon qabul qilindi. Unga ko'ra 2026-yil 1-yanvardan boshlab O'zbek kosmos agentligi geologiya va yer munosabatlari ekologiya yo'nalishlarida yiliga kamida 3 marta davlat kosmik monitoringini o'tkazish belgilandi. Shuningdek, daraxtzorlarning noqonuniy kesilishini, energetika va transport sohalari, yashil energetikani qo'llab-quvvatlashda ham fazoviy texnologiyalardan foydalanish keng joriy etiladigan bo'ldi. Hattoki O'zbek kosmos agentligi atmosfera havosi sifatining buzilishi, tabiiy va antropogen manbalarni aniqlash bo'yicha doimiy monitoringni olib borishi belgilandi. Mamlakatning ijtimoiy-iqtisodiy sohalari rivojida kosmik texnologiyalarni qo'llash haqida so'z ketganda, albatta O'zbek kosmos agentligi tomonidan ishlab chiqilgan va o'zining samarasini berayotgan davlat kosmik monitoring tizimini qayd etish lozim. 2025-yil davomida mazkur yo'nalishda aerokosmik texnologiyalar yordamida 45 mingdan ziyod qonun buzilish ehtimoli yuqori bo'lgan holatlar aniqlandi. Bu ekologiya, geologiya, qishloq xo'jaligi, yer munosabatlari kabi sohalar hissasiga to'g'ri keladi. Boshoqli don ekinlaridan bo'shagan yer maydonlarida somonpoyalar va ularning qoldiqlarini yoqish bilan bog'liq jarayonni kosmik monitoring qilish natijalariga ko'ra respublika bo'yicha 34149 gektar maydonda 3066 ta mana shunday holatlar aniqlandi. Albatta, kosmik sohada xalqaro hamkorlik eng muhim jihatlardan biri hisoblanadi. Sababi fazoda chegaralar mavjud emas va bu borada natijaga erishishda tashqi aloqalarning ahamiyati katta. Ayni shu ma'noda O'zbek kosmos agentligi 2025-yilda jahon kosmik sanoatida o'zining pozitsiyasini yanada mustahkamlashga erishdi. Buning yaqqol misoli sifatida Xalqaro astronavtika kongressini 2028-yilda O'zbekistonda o'tkazilishi bo'yicha qo'lga kiritilgan yutuqni keltirishimiz mumkin. Markaziy Osiyoda ilk bora Samarqand dunyoning eng katta tadbiri ramziy ma'nodagi Kosmos Exposiga mezbonlik qiladigan bo'ldi. Bu nafaqat 10 mingdan ortiq mehmonlarni va xalqaro ko'rgazmani olib kelib, yurtimiz iqtisodiyotiga foyda beradi, balki yoshlarimiz orasida ilm-fan, muhandislik va texnologiyalarga bo'lgan qiziqishni ham yanada orttirishga xizmat qiladi. O'zbek kosmos agentligi vakillari Ozarbayjon mezbonlik qilgan jahon kosmik bozoridagi eng nufuzli tadbirlardan biriga aylanib borayotgan 2022-yilda O'zbekiston tashabbusi bilan tashkil etilgan Space Technology Conference 2025 anjumanida ishtirok etib, bir qator manfaatli kelishuvlarga erishdi. Xususan, kosmik sohadagi o'zaro hamkorlikni yanada rivojlantirish, texnologiyalar transferini jadallashtirish va bu borada tajriba almashish, fazoni tinch maqsadida tadqiq etish bo'yicha qo'shma dasturlarni ishlab chiqish. Qolaversa, birgalikda kosmik qurilmalarni yaratish kabi qator masalalar ko'rib chiqildi. Anjuman yakunlari bo'yicha O'zbek kosmos agentligi ushbu tadbirni 2026-yilda O'zbekiston mezbonligida o'tkazish imkoniyatini qo'lga kiritdi. Qolaversa, xalqaro hamkorlik yo'nalishida agentlik Xitoy Milliy kosmik administratsiyasi hamda Koreya aerokosmik administratsiyasi bilan anglashuv memorandumlari imzolandi.
Axiom Space va Vast kompaniyalar bilan hamkorlik bitimlari tuzildi. Birlashgan Millatlar Tashkilotining Osiyo va Tinch okeani uchun iqtisodiy va ijtimoiy komissiyasi ko'magida qurg'oqchilik yerlarini kosmik monitoring qilish bo'yicha sinov loyihasi boshlandi. Agentlik Mustaqil Davlatlar Hamdo'stligi davlatlararo kosmik kengashining 6-yig'ilishida va Turkiy davlatlar tashkilotiga a'zo hamda kuzatuvchi davlatlarning kosmik agentliklari va tegishli idoralar rahbarlarining 4-yig'ilishida ishtirok etdi. O'zbekistonning kosmik tadqiqotlar va texnologiyalar 2035 strategiyasini amalga oshirishda Fransiyaning Nova Space Consulting kompaniyasi bilan konsultatsiyaviy hamkorlik qilish bo'yicha har ikki tomonlama kelishuvga erishildi. Shu bilan birga O'zbek kosmos delegatsiyasi Dubay shahrida bo'lib o'tgan Dubai Air Show 2025 ko'rgazmasida ham ishtirok etdi. Mazkur forum har 2 yilda aviatsiya, kosmik texnologiyalar va mudofaa sanoati yetakchilarini bir maydonga jamlaydigan eng nufuzli xalqaro tadbirlardan biridir. Xalqaro maydonda sodir bo'lgan eng muhim voqealardan yana biri O'zbek kosmos agentligi va Xitoyning Star Vision kompaniyasi o'rtasida imzolangan memorandum bo'ldi. Unga muvofiq Xitoy tomonidan fazoga uchirilishi rejalashtirilayotgan sun'iy yo'ldoshga Samarqand 2028 nomi beriladi. Hamda yerni masofaviy zondlashga mo'ljallangan mazkur yo'ldosh uchun sun'iy intellekt modulini tarixda ilk bora O'zbek kosmos agentligi mutaxassislari ishlab chiqishlari belgilandi. Yo'ldosh olgan suratlarni havo sifatini birlamchi baholash, qishloq xo'jaligi ekinlarini va o'rmonlarni monitoring qilishda qo'llash mumkin bo'ladi. Kosmik sohada kadrlar tayyorlash borasida ham 2025-yilda agentlik ko'plab ta'lim loyihalarini amalga oshirdi. Xususan, yoshlar o'rtasida katta qiziqish bilan qabul qilingan Kansat, ya'ni mini sun'iy yo'ldoshlarni ishlab chiqish va uchirish musobaqasiga 9 ta jamoadan iborat 250 nafar ishtirokchi qamrab olindi. Shuningdek, yoshlarning texnologiyalar, muhandislik, robototexnika, innovatsiya va astronavtikaga bo'lgan qiziqishini yanada orttirish, ularning bu boradagi g'oya, tashabbus va loyihalarni qo'llab-quvvatlash maqsadida Yosh muhandis respublika tanlovi tashkil etildi. Unda 12 yoshdan 20 yoshgacha bo'lgan yoshlardan iborat 133 ta jamoa 150 ga yaqin ishlanmalari bilan qatnashdi. Finalga esa eng yaxshi 28 ta loyiha yetib keldi. Eng kreativ loyiha g'olibiga Turkiyadagi kosmik oromgohga yo'llanma topshirildi. Bundan tashqari Yoshlar ishlari agentligi, Sehriyo xususiy ta'lim muassasasi hamda fan olimpiadalari markazi bilan hamkorlikda robototexnika, astronomiya va kichik sun'iy yo'ldoshlarni yaratishga ixtisoslashtirilgan qisqa muddatli Kosmik Camp yozgi kosmik oromgohi dasturlari tashkil etildi. Kosmik ta'lim yo'nalishida Raqamli texnologiyalar vazirligi UNICEF Tech Impact hamkorligida UNISAT 3 loyihasining 2025-yilgi mavsumi muvaffaqiyatli o'tkazildi. Unga umumiy hisobda 900 nafarga yaqin yosh muhandis qizlar qiziqish bildirishdi. Yakunda 20 nafar eng iqtidorli yosh taqdirlandi. Ular o'zlari yasagan CubeSat nanosun'iy yo'ldoshlarni stratosferagacha uchirishdi. Kosmik ta'lim yo'nalishida O'zbek kosmos agentligi tomonidan amalga oshirilgan eng yirik loyihalardan yana biri O'zbekistonning birinchi ilmiy sun'iy yo'ldoshini yasash, loyihalar va sinovdan o'tkazish uchun Yaponiyaning Kyushu Institute of Technology oliy ta'lim muassasasiga 7 nafar iqtidorli yoshlarni magistratura bosqichiga o'qishga yuborilganini aytishimiz mumkin. Yangi O'zbekiston universiteti bilan hamkorlikda tashkil etilgan Space Fest 2025 tadbirida 400 dan ortiq ishtirokchi, jumladan tadqiqotchilar, o'qituvchilar hamda sanoat mutaxassislari qatnashdi. Tadbir mamlakatda kosmik fan va texnologiyalar sohasiga yoshlarning qiziqishini oshirish, ilmiy fikrlashni rag'batlantirish va xalqaro tajribalarni ommalashtirishga qaratildi. Toshkent shahridagi Turin Politexnika universitetida NASA Space Apps Challenge 2025 hakatoni tashkil etildi. Mazkur xalqaro tanlovda 50 dan ortiq jamoalar o'zlarining innovatsion ishlanmalari va loyihalari bilan ishtirok etdilar. Ishtirokchilar kosmik texnologiyalar, ekologiya, sun'iy intellekt, ma'lumotlar tahlili va iqlim o'zgarishi kabi yo'nalishlarda NASA tomonidan e'lon qilingan global muammolarga yechim topishga harakat qildilar. Yoshlarni robototexnika, astronomiya va kichik sun'iy yo'ldoshlar modellarini yaratish jarayonlariga keng jalb qilish hamda ushbu yo'nalishlarda dastlabki ko'nikmalarni shakllantirish maqsadida maktab o'quvchilari va yoshlar uchun mo'ljallangan Mening kosmik daftarcham nomli o'quv qo'llanma ishlab chiqildi hamda chop etildi. O'zbek kosmos agentligi tomonidan yoshlarda kosmik sohaga bo'lgan qiziqish va bilimni oshirish maqsadida trainingcmspace.uz ta'lim veb-sayti ishlab chiqildi. Bugungi kunga qadar ushbu saytdan 295 mingga yaqin obunachilar foydalanishmoqda. Aziz do'stlar, bu O'zbek kosmos faoliyatiga doir 2025-yil yakunlari edi. 2026-yil sizga omad va muvaffaqiyatlar keltirsin.